Arzonroq kvartira ko'rsating, arzonroq kvartira ko'rsating degan yurtdoshlarimiz uchun Chilonzor G9A jahon tillariga peshkom 1-2 minutlik masofadan shundoq katta yo'l yuzidan mana shunaqa parkovkalar ko'p hamda daraxtlar ko'p joydan g'ishtli domdan $53,300 ikki xonali xonadonni ko'rib o'tasizlar. Agarda xonadonning narxi ma'qul kelsa, telefon qilib barakasini qilaverasizlar. Savdosi o'zim bilan bitadi, uyimizni o'zimning nomimda shundoq notariusdan nomingizga o'tkazib beraman. Xonadonning ichini ko'rsatib o'tganmiz, agarda ma'qul kelsa, sirrazi telefon qilib barakasini qilsanglar bo'ladi. Xudo xolasa chiroyli narxlarda mana shunaqa zo'r lokatsiyadan xonadonni sizga qilib beramiz. Xonadonimizni ko'rib o'ting. Kvartiramizga ham kirib oldik. Bu yog'imizga kvartiramizga kirib kelaverish glavniy eshigimizni. Hop, bu yog'imizda 2 xona 42 kvadrat metr malagabarit xonadonimiz. Hop, remontsiz arzon bo'lsin deganlar uchun mana sizlarga remontsiz arzon narxda xonadon. O'zi bir xonali kvartira bunaqa narxda topilmaydi. 2 xona, yana Jahon tillari universitetini shundoq yonginasida. Hop, koridorimizdan kirib kelsak, to'g'rimizda birinchi xonamizda joylashgan. Bu yerda mehmonxona sifatida bemalol foydalansanglar bo'ladi. $2000-$3000 bilan normalniy remont qilinadigan xonadon. Arzon narxda tushadi. Hozir o'zim olib shuni remont qilsam ham точно 58, 59, 60 dan kamiga sotmayman. Prosta remont qilmasimdan oldin o'zimning obunachilarim uchun yaxshi narxda chiqazib beryapman. To'g'risi sotilmaydigan uyi o'zi yo'q. Shuni olib men hozir olganman, remont qilib 60,000 yoki 58-59 chiqarsam ham siz olmasanglar, masalan, men obunachilarim olmasa ham boshqa bir maklerlarimizda sotib beradi uyimizni. Xo'p, bu yog'imizni aytib o'tganimizdek birinchi xona ko'rib turgan hamma narsalar qoladi. Televizori bor, mana shunaqa radiatorlar yangi, bu yoqda o'zining shkoflari bor. Xo'p, bu yoqda yana отдельный yana bitta xonasi bor. 2 xona dokumentalniy. Kichkina yana bitta xonasi bor. Remontiga uncha pul ketmaydi. Lekin men bu studentlaringiz bo'lsa, jahon tillarida o'qiydigan yoki investitsiya qilasiz, olasiz, arendaga berib qo'yadigan bo'lsangiz, sizga yaxshi tanlov bo'ladi bu. Bitta hisob-kitobingizni oling. Bu ikkinchi xonasi. Hop, bu yoqda oshxonasi joylashgan. Oshxonasida ham qaranglar, xolodilniki bor, ishlab turgan. Bu yoqda kir yuvish mashinasi bor. Kuxonniy chasishning mebellari bor. Pastida qo'yish uchun, pastida yuvish uchun kafel qilingan. Hop, vitishkasi bor, gaz plitasi bor. Bu yoqda o'zini 1,5 3 balkoni bor. Xohlasanglar balkonni ham cho'tga remont qilib, shuni oshxona bu yoqqa chiqasiz, bu yerda ovqatlanib o'tirish uchun yana bitta xona qilib qo'ysanglar bo'ladi. Samsungdan katta bu yoqda xolodilniklarimiz turibdi. Mana shunaqa remontsiz 5 etajkani 5-etajdan g'ishtli domdan 2 xonali xonadonimiz yaxshi narxda sotuvga chiqyapti. Sanuzel g'ishtli domda savmeshka bo'ladi, vannasi, rakvinasi, hojatxonasi. Bu yerda ham sal ochishga qilib yuborsanglar, narsalari zo'r turibdi, yangi turibdi. Mana shu xonadonimiz sotilyapti. Xo'p, o'zimning nomimda kvadrati ham 42 kvadrat balkonni qo'shganda. Balkonsiz endi 39 qancha kvadrat? 40 kvadrat chiqadi. Yaxshi narxda Chilonzor G9A. Shundoq jahon tillarining yoni katta yo'lning yuzida. Jahon tillariga peshkom 1-2 minutlik, 1 minutlik yo'l chiqqan joyda. Chilonzor metroga ham yaqin. Shu super lokatsiya. Podyezdlari ham zo'r, qaranglar. 5-etajga chiqasiz. Qo'shni gullar qo'yib qo'ygan, normalniy dom. Tinch joy, parkovka uchun joylari bor. Xo'p, men shu xonadonni startoviy narxini $53,300 ga chiqazyapman. $53,300 ga 30 kvadratli bir xonali uy zo'rg'a olasizda. Men 2 xona, полноценный 2 xonali uy ko'rsatyapman. Qaranglar, dokumentini o'zida mana 2 xona yozilgan. 39-17 kvadrat 2 xona yozilgan. O'zimning nomimda turibdi. Siz оформлениясini qilib beraman. Xohlasanglar, qo'lingizda $30,000 pulinglar bo'lsa, qolganini kredit ham qilib beraman uyga. Asha zo'r uslubiya sizlarga. Agarda kvartiramiz ma'qul kelsa, 6414 telefon raqamlariga aloqaga chiqib, siz kvartirani barakasini qiling. Hammaga rahmat, sog' va salomat bo'ling. Shunaqa arzon xonadon qidirib yurganlarga like'larni bosib, o'shalarga tashab qo'ying. O'zim olaman desangiz ham bemalol telefon qilib barakasini qiling.